Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bizlarni YouTube, Telegram, Instagramda Shifo Karvoni kanali orqali muntazam kuzatib kelayotgan barcha kanalimiz a'zolari, mana alhamdulillah Dehlidan vatanimizga sog' salomat qaytib keldik. O'ziga shukrlar aytamiz. Bu safar buyrak masalasi bo'yicha bir yosh ukamizni olib borgan edim. Ajoyib bir voqealar bo'ldi. Shu buyrak masalasi bo'yicha ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Zokirjon ukamiz yosh, o'zi kelishgan yigit. Yillar davomida buyrak muammosi bo'lib kelgan bu Zokirjon ukamizda. Onasi kelganida ishxonamizga, o'g'lini Turkiyaga olib borgani, u yerda juda ko'p muolaja olgani, Turkiya klinikalarida siydik yo'liga turba qo'yilgani, endilikka kelib siydikda muammo bo'lyapti. Ya'ni onalarining aytishi bo'yicha, ya'ni doktorning xulosasini aytdi bu ayol ham. Quvda siydik turib qolyapti-da, to'liq tushmaganligi uchun bolamda muammo bo'lyapti degan edi. Biz buni analizlarini Dehliga, ya'ni Hindistonda eng mutaxassis doktorga ko'rsatgan edik. Chaqirdi, chaqiruv qog'ozlarini oldik va birga Zokirjon tog'alari bilan, onalari bilan birgalikda Dehliga ketdik. Maqsadimiz shu bo'lgan edi, ya'ni mabodo buyrak perisadka deb qolsa, onalarini donor qilib olib ketgan edik. Endi safarga chiqayotganda to'g'risi yo bunday bo'ladi, yo bunday bo'ladi, hamma narsani muolajasini qilib, ehtiyotini qilib boramiz. Avvalo ko'rik, mabodo perisadka deb qolsa, onalaridan buyragini olishlik uchun ketgan edik. Bordik, klinikaga joylashdik, tekshiruv ishlari boshlandi va bardavom, albatta ko'p masalalarda aytaman, duo shunaqa narsaki, duo millionlab odamlar qila olmaydigan ishni bitta duo qiladi. Alloh taolo ijobat qilib qo'ysa, minglab odamlar qila olmaydigan ish bitta duo bilan hal bo'ladi. Analizlarning natijasi yaxshi chiqishni boshladi. Bir kun klinikaga yotdi, operatsiya bo'lmadi. Zokirjon ukamizga boshqa bir muolaja bilan o'sha muammosi hal bo'ldi. Subhanalloh. O'sha turbalar xato qo'yilganligini, Turkiyadagi muolaja xato bo'lganligi kimlar tomonidan, endi shu xatoni to'g'rilashlik uchun bular ancha mehnat qilishligini aytdi. Kengash, o'sha buyrak bo'yicha mutaxassislar kengashga o'tirdi, yig'ilishga, majlisga o'tirishdi. Shuni topdi. Hindiston shuni qayerda bu Zokirjonga buyrakka muammo bo'lyapti, topdi. Mana bir kun klinikada yotib, operatsiya bo'lmasdan sog' salomat chiqdi. Mana bularni o'zlarini ko'ring, kayfiyatlari yaxshi, vatanga shoshilishib kelyapti. Mana bemorlarimiz qaytishyapti. Yaxshi o'g'il, xudo xolasa. Ko'ngli to'ldimi? Dehli yaxshi ekanmi, Shoruxbek? Ha? Rahmat. Mayli, sog' bo'linglar, rozi bo'linglar bizdan. Biz ham rozi sizlardan. Yaxshi yetib olinglar. Allohga omonat. Ilohim Zokirjonni shifo topgani rost bo'lsin, ortda qolgani rost bo'lsin. Endi bu bolani to'g'risi tog'alari bilan qadrdon bo'lib ketdik. Hammasi tashvish qilsin. Nimadan? Shu Zokirjonni uylash tashvishini qilsin, xudo xolasa. Kelin topish, qudalar bilan gaplashish, bizni endi ketdik Dehliga emas, ketdik to'yga desin, xudo xolasa. Kayfiyatim shuning uchun yaxshi, Zokirjon ukamiz yaxshi bo'lib qoldi. Operatsiya bo'lmasdan kayfiyatlari ham zo'r. Nima deb qolaman? Buyrakda muammo bo'lsa, aloqaga chiqing deb qolaman. Mana shu qo'yilayotgan telefonlar shaxsan o'zimning nomerlarim, 0202 da Telegramim bor. Analizlarini tashlang. Vahima qilmang. Eng birinchi o'rinda vahima qilmang. Endi onada, Zokirjonning onasi ham to'g'risi vahimada kelgan edi. Voy nima bo'lar ekan, operatsiya bo'larmikin, qanday bo'ladi deb kelgan edi. Mana Alloh taolo nimani xohlaydi? Mashaallohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlasa bo'ladi, nimani xohlamasa bo'lmaydi. Alloh taolo bu tomondan shifoni oson qilib qo'yishlikni xohlagan ekan, shu ish bo'ldi mana. Murojaat qiling. Analizlari bo'lsa ko'rsating, maslahat so'rang. Biz siz uchun doim kecha-yu kunduz xizmatdamiz. Umidimiz faqat Allohdan.
ajrini, mukofotini ko'paytirib bersin. Shifosiga biz sababchi bo'laylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.